Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Sharq Turkistondagi Uyg'ur bolalarining ichinishlik ahvoli. Turkiya Buyuk Milliy Majlisi Sharq Turkiston masalasidan darhol jiddiy yig'in chaqirilishi kerakligini bildirdi. Xitoy Kompartiyasi Amerikaga inkas qaytarish uchun Xitoydagi Amerika fuqarolarini tutqun qilganligini aytgan. Xitoyning Tayvanga tajovuz qilish maqsadida harbiy hozirliklarni kengaytirayotganligi ilgari surilmoqda. Hindiston Ichki ishlar ministri Hindiston ziminining butunligini jon bilan qo'g'daydiganligini bildirdi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Sharq Turkistondagi Xitoy hukumat hujjatlaridan erishgan isbotlarga asoslanganda, necha minglagan Uyg'ur bolasining onasi yoki dadasi Xitoy yig'ib olish lagerlariga majburiy qamalganligi sababli ota-onasidan ayrilib talada qolgan yoki yashinib qolgan bo'v mo'minlar qolgan. Sharq Turkistonning janubidagi Xitoy tarafidan to'plangan va chet el tadqiqotchilar tarafidan analiz qilingan hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, 2018 yil yakun oyisida ko'pincha Uyg'urlardan tashkil topgan 9500 dan ortiq bola ota-onasining biri yoki har ikkilisining qamab qo'yilganligiga asosan atalmish yakki qiyinchilik yoki qo'sh qiyinchilikqa deb sinab qayrilgan. Bu hujjatlar 2019 yil yozda Xitoy tarafidan ishlatilgan bir tordan tushirib olingan materiallarning bir qismi bo'lib, ularda ko'rsatilishicha barliq bolalarning oz deganda ota-onasidan biri turmaga qamalgan, tutib turilgan yoki atalmish qayta tarbiyalash markaziga olib ketilgan. Bu tizimlikda birmi Xitoy bolasining ismi yo'q. Xitoy bu bolalarni Darul Tamlaga yoki qattiq amallik tadbirlari qo'llanilgan yotoqliq maktablarga o'rnashtirgan bo'lib, qattiq kontrol va nazorat qilinib, barliq darslar, o'zaro aloqa, ona tildan mahrum qilinib, butunlay Xitoy tilini qo'llanish shart qilingan. Tadqiqotchining tekshirishida 2019 yili jami 880,500 bola Xitoy sababli ota-onasidan majburiy ayirib etilib, yotoqliq o'rinlarda turayotgan bo'lib, Xitoyning tutib turish sistemasini kengaytirish bilan 2018 yildagidan 76% oshgan. Yakun oyisining ma'lumotlarini butkul rayonga qiyoslaganda 15 yoshdan to'van ota-onasining biri yoki har ikkilisidan ayrilib qolgan Uyg'ur farzandlarining soni 250 mingga yetadi ekan. Turkiyaning sobiq bosh ministri va Kelajak partiyasining raisi Ahmet Davutoğlu hukumatning Sharq Turkistonga ega bo'lish mas'uliyati borligini ta'kidlab, Turkiya Buyuk Milliy Majlisi darhol alohida yig'inga chaqirish kerak dedi. Davutoğlu Xitoyning Sharq Turkistondagi zulm va assimilyatsiyasiga qarshi jamoat fikri hosil qilish maqsadida o'tkazilgan yig'inda so'z qilib, Turkiya Buyuk Milliy Majlisi darhol Sharq Turkiston uchun alohida yig'in chaqirishi, har qaysi taraflarning imzosi bilan birlashma xitobnoma qabul qilish kerak. Sharq Turkiston yuz bergan ishlar Amerika parlamenti va Yevropa parlamenti tomonidan keskin ayblanib, birlashma bayonot e'lon qilingan. Amerika Xitoy birlashma komiteti yig'inida o'ttirib qo'yilgan turk so'zini va divoni lug'ati turk ishlatilgan so'zini o'zining nomi qilgan Turkiya Buyuk Millat Majlisining birinchi vazifasi Uyg'ur qarindoshlarini qo'g'dash va darhol birlashma xitobnoma e'lon qilish lozim degan. Yig'inga Xitoy tadqiqot institutining boshlig'i doktor Farhod Qurbon Tangritog'li boshchiligida Turkiyadagi Sharq Turkiston tashkilotlarining vakillari bilan Turk dunyosi ommaviy tashkilotlarining vakillari taklif bilan qatnashgan. 17 oktyabr Wall Street Journal gazetining xabar qilishicha, Xitoy hukumatı Amerika Adliya ministrligining Xitoyning harbiyga munosabatli tadqiqotchilarni jazolashiga qarata inkas qaytarish uchun Xitoydagi Amerika fuqarolarini tutqun qilganligi haqida Washington doiralarini ogohlantirgan. Xabarda bu ishdan xabardor kishilarning ko'rsatishicha, Xitoy amaldorlari bu vaqtdagi ogohlantirishlarni Amerika hukumati amaldorlariga ko'p xil kanallar orqali qayta yetkazgan. Xitoy taraf o'z uchurlarida Amerikaning Xitoy tadqiqotchilarini Amerika sudida ayblashga xotim berish kerakligini, bo'lmasa Xitoydagi Amerikaliklarning Xitoy qonuniga xiloflik qilish vaziyati o'tirg'i chiqadiganligini bildirgan. Xitoyning Washingtondagi bosh elchisi Wall Street Journal gazetining bu vaqtdagi savollarga javob berishni rad qilgan. Oldin qayda Amerika doiralari prezidentning bexatarlik xavfi bor deb qaralgan Xitoy o'quvchilar va tadqiqotchilarning kirishini rad qilish tadbirlari bo'yicha mingdan ortiq Xitoy fuqarosining Amerika vizasini amaldan qoldirgan. Uningdan boshqa Federatsiya tekshirish idorasi iyulda Amerika viza iltimosida Xitoy armiyasi bilan bo'lgan munosabatini yushirgan 3 Xitoy tadqiqotchini qo'lga olgan. Xabarlar qaraganda Xitoy Tayvanga tajovuz qilish maqsadida Sharqi-Janubiy dengiz rayonida harbiy hozirliklarni kuchaytirmoqda. Xitoydagi harbiy manbalar Xitoyning mazkur rayonlarga o'zining DF-17 tipli ovozdan tez uchadigan boshqirilgan bombalarni yetkazganligini bildirgan. Mazkur bombalar Fujian va Zhejiang qatorliq o'lkalarga o'rnashtirilgan bo'lib, uchish masofasi 2500 kilometr atrofida bo'lib, belgilangan nishonga dal tegish nisbati bir qadar yuqori. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy Tayvanning mustaqillik moyil sobiq prezidenti Qin Shibian hokimiyat surgan davrlarda Fujian va Zhejiang qatorliq o'lkalardagi boshqirilgan bomba sonini ko'paytgan. Tayvanning navbatdagi prezidenti Tsai Ing-wen Qin Shibianga o'xshashla Tayvan Demokratik va Taraqqiyot partiyasidan bo'lib, Tayvanni Amerikaga ilgirgidimi yaqinlashtirgan.
va Amerika bilan vatanparvar tiplik boshqariladigan bomba sistemasi, F-16 ko'rakchi aeroplanlarning ilg'orlashtirilgan radar sistemasi qatorliqlarni o'ziga olgan nurg'un miqdordagi qurol-yarog' kelishimlarni imzolagan. Sharqiy va Janubiy urush rayonidagi boshqarilgan bomba bazalarining ba'zilari yaqinqi yillardan buyon biroz cho'ngaytirilgan bo'lib, bu Xalq ozodlik armiyasining Tayvanni nishon qilgan urush tayyorligini kuchaytirayotganligini ko'rsatadi. Xitoyning o'zining Guangdong va Fujian o'lkalaridagi dengiz armiya qismlari va raketa qismlarini kengaytib, urush rayoniga Rossiyadan import qilingan S-400 tipli havo mudofaa qalqon sistemasini saplagan. 17 oktyabr Hindiston ichki ishlar ministri Ahmad Shah ziyoratni qabul qilganda, bosh minister Modi rahbarligidagi Hindiston hukumatı barliq harbiy va diplomatik tadbirlarni qo'llanib, Ladakh rayoni bilan Xitoy o'rtasida davomlashayotgan chegara to'qinishini hal qilish hamda Hindistonning egilik huquqi va bexatarlikni qo'g'dash uchun tirishmoqda dedi. Ahmad Shah Hindiston davlat mudofaa armiyasining har qanday shakldagi tajovuzchilik taqobil turishga tayyor ekanligini, har bir diyum yer uchun qinin tikib qo'g'daydiganligini, boshqalarning tajovuzchiligiga qat'iy yo'l qo'ymaydiganligini, Hindiston davlat mudofaa qismlari va rahbarligining davlatning egilik huquqi va chegarasini qo'g'daydiganligini ta'kidlagan. 13 oktyabrda Xi Jinping Ozodlik armiya dengiz armiyasi quruqlikda jang qiluvchi qismini tekshirganda, biz barliq zehnimiz va kuchimizni urush qilishga markazlashtirib, yuqori hushyorlikni saqlashimiz kerak degan. Hindiston jiddiy holda Amerikadan egizlikda jang qilish aslalarini setib olgan bo'lib, u Hindiston tarafining Xitoyning chegara jiddiyligi bilan bo'lgan suhbatdagi qatmonlikni pasaytirish uchun qishliq o'rlashtirishni o'zartishga tayyorlik qilayotganligidan darak berdi. Egilinishcha Hindistonning Amerika harbiy ashyolarni setib olishi bo'lsa, 2016 yil avgust oyida imzolangan Amerika-Hindiston ashyo oborti almashtirish kelishimiga asosan bo'lgan. Hindiston armiyasi ilgari bu xil uskunalarni asosliqi Yevropa va Xitoydan import qilgan. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.